Kim qiynalgan qarzdorga muhlat bersa, aniq bilamiz, bizdan qarz oldi, yana u imkoni yo'qda. Falon sanada kelishgan edik, qaytarib berishlikka imkoni bo'lmayapti. Tabiiy holatda. Hozir ba'zi bir kishilar qarz olib bera olmayapman deydi, uyida mablag'i bo'lsa-da. Bu kabi firibgarlar bu yerda nazarda tutilmayapti. Haqiqatda qarz olgan, imkoni yo'q, berishlikka shu sanada, shu kunda berishlikda imkoni yo'q. O'shandoq kishilarga kim agar muhlat bersa, mayli yana 1 oy, 2 oydan keyin berarsan deb muhlat bersa yoki kechib yuborsa, qiyomat kuni hech qanday soya bo'lmagan kunda Alloh taboraka va taolo uni arshni soyasida soyalantiradi deyaptilar. Parvardigorimiz bandalarga mehribon bo'lgan, bandalarga muruvvatli bo'lgan, bandalarni qalbini sururga kirgizgan bandasini yaxshi ko'rar ekan. Qiyomatda mahsharda to'planib turgan holat dahshatli bir holat. Hamma Robbimizning rahmatidan umidvor, hamma o'sha joydan eson-omon o'tishligini xohlaydi. Chunki yaqin holatda ko'zi bilan ko'rib turibdi dahshatni. O'sha vaqtda kishilarga yordam qilgan kishilarni Parvardigorimiz arshni soyasida soyalantirar ekan. Ularni rohat farog'atda qilar ekan.